Odamlarda vasvasa ayni cho'qqisiga chiqqan. Kimdir mashina dardida, kimdir borini uyga tiqqan. To'y tomosha alohida san'at bang'ir bo'ng'ir boy dahshat. Stoldagi noz ne'matlarni yarmini rohatini ko'radi axlat. Bir tanishim Malibusini $5000 ga tuning qildi. ertasi kuni ukasi mashinasini Tiqadigan joyiga tiqdi. Tanishim bo'lsa shokda vashshe siqilib asabiylashib yuribdi. yuragida muammosi bor ekan. Srazu обострение berdi. Uyam mayli qo'shnim esimda taniganimdan beri uyini remont qiladi. Bir yil o'tib modeli o'zgarsa darrov restavratsiya qiladi. Gap yo'q xonalari bir dunyo dag'lama uyi bor kekkayib yuradi. Qarib qolgan farzandlari chet elda bitta o'zi xotini bilan turadi. Tog'am o'g'lini uylantirdi, gumburlatib to'y qildi. Ota bola yillar davomida yiqqan pulini bir kechada yo'q qildi. Nima keragi bor edi shunaqa qilib kichkina to'y ham o'tardi. Undan ko'ra misol tishlarni yarmi kasal, shularni davolatsa ham bo'lardi. Misol uchun spat degan zo'r pasta bor. Tishlarni tekis va silliq qiladi. Agar tishlar emali silliq bo'lsa, karisdan yiroq bo'ladi. Ham bu reklama, lekin yaxshi tavsiya. Sog'lik doim birinchi o'rinda, axir buni yosh bola ham biladi. Kasallikka oldini olish kerak, qolgani bo'lsa bo'radi. Mahalla oshog'ani oldida zo'r bo'laman deb sog'likni unutamiz. Keyin kasal o'tib ketsa, baribir katta rasxod qilamiz.